Assalomu alaykum, hurmatli buxgalterlar hamda bo'lg'usi buxgalterlar. Navbatdagi mavzuyimiz ish haqi hisobi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar mehnatga haq, boshqa qo'shimcha haq to'lash tizimini mustaqil ravishda qonunchilik asosida belgilab olishi mumkin. Ish haqi xodimlarning asosiy daromadlari bo'lib, ishlab chiqarishga qo'shgan o'z mehnat ulushlari deb e'tirof etiladi. Mehnatga haq to'lashning ikki shakli mavjud bo'lib, ishbay va vaqtbay. Ishbay mehnatga haq to'lashda ishlab chiqarilgan mahsulotlar soni va mahsulot birligi narxi bilan aniqlanadi. Tungi vaqt tushunchasi: tungi vaqtdagi ishning davomiyligi soat tungi 22:00 dan ertalabki 6:00 gacha bo'lgan vaqt hisoblanadi. Tungi vaqtdagi mehnat uchun haq to'lash kamida 1,5 barobar miqdorda amalga oshiriladi. Deylik, xodim kunduzi ishlayotganda har bir ishlagan soat uchun 10,000 so'm miqdorida ish haqi oladigan bo'lsa, tungi vaqtga smenaga to'g'ri kelib qolganda ishi har bir soat uchun 10,000 so'm o'zining ish haqi hamda 5,000 so'm yarim barobar miqdorida kompensatsiya olishi kerak. O'shanda har bir soatiga 15,000 so'mdan to'lanadi. Ish vaqtidan tashqari ish dam olish kunlaridagi yoki ishlanmaydigan bayram kunlaridagi ish. Ish vaqtidan tashqari dam olish kunlaridagi yoki ishlanmaydigan bayram kunlaridagi ish uchun kamida 2 hissa miqdorda haq to'lanadi. Ish vaqtidan tashqari ish deganda ish vaqti davomiyligi ertalab 9 dan kechki 17:00 gacha bo'ladigan bo'lsa, 17:00 dan keyin ham xodim ishlaydigan bo'lsa, u ish vaqtidan tashqari ish degani. Dam olish kunlaridagi ish yakshanba kunlaridagi ish tushuniladi yoki ishlanmaydigan bayram kunlari 8-mart, 1-sentyabr, 21-mart va hokazo. Xodimning xohishiga ko'ra ish vaqtidan tashqari ish uchun oshirilgan haq to'lash o'rniga ish vaqtidan tashqari ishlab berilgan vaqtning davomiyligiga muvofiq keladigan qo'shimcha dam olish vaqtini berish bilan kompensatsiya qilinishi mumkin. Bunday holda ish vaqtidan tashqari ish uchun bir hissa miqdorda haq to'lanadi, dam olish vaqti uchun esa haq to'lanmaydi. Ya'ni xodim yakshanba kuni 8 soat ishlab berdi. 8 soat uchun 2 hissa ish haqi to'laganingizda, xodim o'sha soatiga odatiy kunda 10,000 so'mdan maosh olayotgan bo'lsa, yakshanba kuni 20,000 so'mdan hisoblab yozilishi shart. Lekin bunda aytilyaptiki, yakshanba kuni ham ishlaganligi uchun soatiga 10,000 so'mdan to'lab turib, 8 soat miqdorida boshqa ish kunida dam qilib berish mumkin, dushanba kuni yoki chorshanba kuni. Bunda kompensatsiya to'lanmaydi. Ishlanmaydigan bayram kunlari arafasida har kunlik ishning davomiyligi barcha xodimlar uchun kamida 1 soatga qisqartiriladi. Ya'ni bayram arafasidagi kunda 1 soat oldin ketishi mumkin xodimlar. Dam olish va ovqatlanish uchun tanaffuslar. Ish kuni davomida xodimga dam olish va ovqatlanish uchun davomiyligi ko'pi bilan 2 soat, kamida 30 daqiqa bo'lgan ish vaqtiga kiritilmaydigan tanaffus berilishi kerak. O'sha obed vaqti bo'layotgan bo'lsa, yarim soatdan 2 soatgacha bo'lishi mumkin, lekin u vaqtda ish haqi yozilmaydi degani. Ichki mehnat tartib-qoidalariga yoki mehnat shartnomasida agar xodim bilan belgilangan kunlik ishning davomiyligi 4 soatdan oshmasa, unga mazkur tanaffus berilmasligi nazarda tutilishi ham mumkin. O'rtacha ish haqi va uni hisoblab chiqarish tartibi. Mehnat kodeksida va qonunchilikda nazarda tutilgan barcha hollar uchun o'rtacha ish haqi va u hisoblanadigan oydan oldingi 12 oyni tashkil etuvchi hisob-kitob davri yoki agar xodim 12 oydan kam ishlagan bo'lsa, amalda ishlagan davr uchun xodimga hisoblangan ish haqidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Bunda tegishli oyning 1-kunidan 30-kuniga qadar bo'lgan davr oxirgi kunni ham qo'shganda kalendar oy deb hisoblanadi. O'rtacha kunlik ish haqi uni hisoblab chiqarishning barcha hollarida Mehnat kodeksining 257-moddasining 3, 4 va 5-qismlariga muvofiq hisoblab chiqarilgan o'rtacha ish haqi summasini ish kunlarining o'rtacha oylik soni, ya'ni 25,3 ga bo'lish orqali belgilanadi. O'rtacha ish haqi va o'rtacha kunlik ish haqini topish nima uchun kerak deganda, xodimga vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi, homiladorlik va tug'ruq ta'tili yoki asosiy yillik mehnat ta'tillari berilayotganda o'sha summalarni hisoblab chiqarish uchun bizga kerak bo'ladi.
Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik bo'yicha nafaqa miqdori quyidagi miqdorlarda to'lanadi. Bunda xodimlarning toifasi va mehnat staji asosiy rol o'ynaydi. Ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan kasalliklar bo'yicha uchotda turadigan xodimlar uchun staj 8 yildan ortiq bo'lsa, ish haqining 100% miqdorida to'lanadi. 5 yildan 8 yilgacha bo'lganda ish haqining 80% miqdorida to'lanadi va 5 yilgacha bo'lgan holda ish haqining 60% to'lanadi. 21 yoshga yetmagan chin yetimlar ish stajidan qat'iy nazar ish haqining 80% miqdorida nafaqa to'lanadi. Qaramog'ida 16 yoshga yetmagan 3 yoki undan ortiq bolalar bo'lgan xodimlar, Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini tugatishda qatnashgan xodimlar, mehnatda mayimlanish va kasb kasalligi natijasida vaqtincha mehnatga qobiliyatsiz bo'lgan xodimlar, pandemiya, texnogen, tabiiy va ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan hollarda karantinga joylashtirilgan va 14 yoshgacha bo'lgan bolasini parvarish qilayotgan ota-onalarga ish stajidan qat'iy nazar 100% miqdorda nafaqa to'lab beriladi. Qolgan xodimlarga esa 8 yilgacha ish staji bo'lsa, ish haqining 60% miqdorida nafaqa to'lanadi. 8 yil va undan ortiq bo'lsa, 80% miqdorida nafaqa to'lanadi. Bu nima degani? Xodim kasal bo'lib qolib, 1 oy mobaynida ishga kelmadi deng. 1 oy davomida unga hisoblangan o'rtacha oylik ish haqi 1 million so'm bo'ladigan bo'lsa, shuning 80%, 60%, 100% miqdorida nafaqa oladi ishlamagan taqdirda ham. Homiladorlik va tug'ish ta'tillari. Homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqani tayinlash va to'lash uchun belgilangan tartibda berilgan mehnatga layoqatsizlik varaqasi asos bo'ladi. Homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqa vaqtincha mehnatga layoqatsizlik varaqasida ko'rsatilgan barcha davr uchun to'lanadi. Ayolga tug'ruqgacha 70 kalendar kun hamda tug'ruqdan keyin 56 kalendar kun homiladorlik va tug'ish ta'tili berilib, qonunchilikda belgilangan, lekin o'rtacha oylik ish haqining 75% dan kam bo'lmagan miqdorda nafaqa to'lanadi. Agar xodimaning staji 12 oy va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, ish haqining 100% miqdorida nafaqa to'lanadi. Agar 12 oyga yetmasa ish staji 75% miqdorida nafaqa to'lanadi. Yana bir jihati, tug'ish qiyin kechgan holda yoki 2 va undan ortiq bola tug'ilgan taqdirda tug'ruqdan keyin ham 70 kalendar kun qo'shib beriladi. Homiladorlik va tug'ish ta'tili ayolga jamlangan holda hisoblab chiqarilib, tug'ruqgacha haqiqatda foydalanilgan kunlar sonidan qat'iy nazar to'liq beriladi. Homiladorlik va tug'ish nafaqasi berilganda xodim undan daromad solig'i to'lamaydi hamda tashkilot ham ijtimoiy soliq to'lamaydi va hisobotlarda ham aks ettirilmaydi. Har yilgi mehnat ta'tili tushunchasi va turlari. Har yilgi mehnat ta'tili dam olish va ishlash qobiliyatini tiklash uchun ish o'rni hamda o'rtacha ish haqi saqlab qolingan holda xodim ishdan ozod etiladigan xodimga har yili ish yili davomida beriladigan vaqt davridir. Barcha xodimlar, shu jumladan o'rindoshlik asosida ishlaydigan xodimlar har yilgi mehnat ta'tiliga chiqish huquqiga ega. Har yilgi asosiy eng kam mehnat ta'tilining davomiyligi 21 kalendar kunni tashkil etadi. Quyidagilarga yosh va sog'lig'ining holati hisobga olingan holda har yilgi asosiy uzaytirilgan ta'tillar beriladi. 18 yoshgacha bo'lgan shaxslarga 30 kalendar kun, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan xodimlarga 30 kalendar kun. Ko'rib turganingiz bu jadval vaqt me'yorining davomiyligi. Bu kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan har yil oxirida dekabrning so'nggi kunlarida tasdiqlanadi keyingi yil uchun. Bunda ko'rishingiz mumkin, haftasida 5 kun va 6 kun ishlaydigan xodimlar qaysi oyda necha soat yoki necha kun ishlashi ko'rsatib o'tilgan. Endi o'rtacha oylik ish haqini hisoblab chiqarishni o'rganamiz. Xodim 2025-yilning sentyabr oyidan ta'tilga yoki tug'ish ta'tiliga yoki vaqtincha mehnatga layoqatsizlikka chiqib ketdi. Uning uchun bizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar: xodimning tarif setkasi bo'yicha oylik ish haqi va oxirgi 12 oyda olgan oylikka qo'shimcha ustamalar va mukofot summalari.
o'rtacha ish haqini topish uchun tarif setkasi bo'yicha okladga qo'shamiz. Oxirgi 12 oyda oylikdan tashqari olgan mukofot ustma qo'shimcha haqlarni 12 ga bo'lingan qismini. Demak, jadvaldan ko'rinib turibdiki, bizda xodim oylik ish haqidan tashqari 2.675.000 so'm miqdorida mukofot va ustamalar olgan ekan. Bundan chiqadiki, xodimning o'rtacha ish haqi 2.222.916 so'm 67 tiyin ekan. Xodim homiladorlik va tug'ish nafaqasiga chiqdi deb hisoblaylik. Buning uchun 70 kun tug'ruq oldi va tug'ruqdan keyin 56 kun, jami 126 kun xodim ta'tilga chiqdi. Bu 126 kun ichida necha kun ish kuni borligi topiladi. Ya'ni yakshanbalar, bayram kunlari chiqarib tashlangan holda ish kunlari hisoblab topiladi. Misol uchun 100 kun taxminan yozyapman. O'rtacha oylik ish haqini topgandan so'ng o'rtacha kunlik ish haqini topish uchun o'rtacha oylik ish haqini 25.3 ga bo'lib topiladi. Bir kunlik ish haqi 87.862 so'm ekan. 126 kun ta'til mobaynida 100 kun ishda bo'lmagan kunlari ekan. O'rtacha kunlik ish haqini ishda bo'lmagan kunlar soniga ko'paytirgan holda xodimning homiladorlik va tug'ish nafaqasini hisoblab topamiz. 8.786.231 so'm ekan. Endi shu summaga provodga tuzamiz. 94.30 ga 67.10. Xodim bu summadan daromad solig'i to'lamaydi, tashkilot ham ushbu summalardan ijtimoiy soliq to'lab bermaydi. Deylik, xodim 21 kalendar kuni mobaynida yillik asosiy ta'tilga ketdi. Shundan 18 kuni ish kunlariga to'g'ri keladigan bo'lsa, xodimning ta'til pullari ishda bo'lmagan kunlarini o'rtacha kunlik ish haqiga ko'paytirish orqali topiladi. Bunda xodim ishlab chiqarishda ishlasa, ishlab chiqarishga provodga tuzamiz va xodim bu pullardan 12% miqdorida daromad solig'i to'laydi. Tashkilot ham 12% miqdorida ijtimoiy soliq to'laydi. Va shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlariga ajratmalar ham hisoblab chiqiladi. Bu ta'til pullarini hisoblash edi. Deylik, xodim 10 kun mobaynida davolandi. Shu 10 kun ichida 6 kun ish kunlariga to'g'ri kelsa, ish kunlari sonini o'rtacha kunlik ish haqiga ko'paytirib nafaqa pulini hisoblaymiz. Bunda yana bir muhim jihati, xodimning stajini ham ko'paytirish shart. Haligi jadvaldan xodimlarning turini topishimiz mumkin va o'shandan stajini belgilab olishimiz mumkin. Deylik, 8 yildan ortiq bo'lsa 80% etib belgilanadi. Va bunga ham provodga beramiz. Xodim ushbu nafaqa pullarini olganligi uchun daromad solig'i to'laydi.